Taxminan bu yerlarda biz ishlashni boshlaymiz. Va biz ishlaymiz, umrimizning 65 yilini shu ishga bag'ishlaymiz. Va siz ko'rib turganingizdek, bu sizning hayotingizning eng ko'p davri. Shuning uchun eng muhimi, shu davrni siz o'zingizni sevgan mashg'ulotingiz bilan o'tkazing. Bola bo'lish bu yaxshi. Pensiyada dam olish ham yaxshi. Lekin shu davrlarda biz nima qilishimiz kerak? Bu davrlar shunchaki kun o'tkazish uchun emas yoki yakshanbani kutish uchun emas. Yana ozgina sabr qilay va pensiyaga yetib olaman degan gap ham uchun emas. Vaqt o'tyapti. Men shuni aytmoqchimanki, agar o'zingiz yomon ko'rgan ishda ishlasangiz, faqat pul uchun ishlasangiz, hayotda nimanidir o'zgartirishingiz kerak.